Bugun umrimda birinchi marta bir hafta uchun ovqat qilib ko'rmoqchiman. Menda yaqinda imtihonlar boshlanadi va bu degani ovqat tayyorlash tugur suv ichgan vaqtim bo'lmaydi. Ko'chadan ovqatlansam esa doim nosog'lom ovqatlar yeyman. Shuning uchun bu safar o'zimga o'zim bir haftaga ovqat tayyorlab qo'ymoqchiman. Sog'lom ovqat qilmoqchi bo'lganim uchun birinchisiga grechka qilaman. Bu yerda esa uyda yog' yo'qligidan bexabar Daya hozir zo'r grechka qilaman deb narsalarni tayyorlayapti. Va nihoyat yog' solish kerak bo'lganda esiga tushdi. Oxirgi yog'ni bir hafta oldin ishlatib bo'lganini. Qaniydi yog' shunaqa osmondan tushsa. Bu yerda boshqatdan tayyorlanib va nihoyat pishirishni boshladim. To'g'risi oxirgi marta grechka pishirganimga yarim yildan oshib ketgan. O'shaning uchun YouTube'ga qarab qildim. Bu nimaga o'ziga o'zi gapiryapti deb hayron qolmanglar. YouTube'ga video olayotganim uchun yoningizda yana bitta kamera bor. Nimalar deyotganimga qiziqayotgan bo'lsanglar, YouTube'imga obuna bo'lib qo'yinglar. Yana ovqatga qaytadigan bo'lsa, mana shunaqa qilib, farishni solib, boshqa narsalarni solib, aralashtirib, albatta chesnok ham ozgina sovoramiz deb YouTube'dagi opa aytdilar. U opa faqat ketchup soldi, lekin men ketchup bilan tomatli sousni birga aralashtirdim. Bu yerda esa tuzini juda ham kam solgan ekanman. Uni tuzini to'g'irlab, krishkasini yopib, ikkinchi ovqatimga o'tdim. Dastlab ozgina jinnilik qilmasam bo'lmaydi. Bu yerda esa shunday jahl bilan qaradim, kartoshka o'zi archilanib qoldi. Kartoshkani salomka qilib kesib, har xil o'zim xohlagan spetsiyalarni sovoldim. Ustiga ozginagina yog' solib, air fryerga qo'yib pishirsam, qovurgandan ko'ra ancha sog'lomroq bo'ladi. Buni tayyorlagunimcha esa grechkam уже tayyor bo'pti. Asal bo'lib pishganini qaranglar buni. Bir tarafdan ko'rib zerikib qolmasligingiz uchun kamerani joyini almashtirdim. Ikkinchi ovqatim esa juda ham oson va proteinga boy bo'ladi. Bu chuda spetsiya esa nimaligini bilmayman, O'zbekistondan oyim berib yuborganlar. Uni ham shirinroq pishishi uchun ozgina yogurt sovoraman. Bu safar ozgina limon soki ham solib ko'rdim. Lekin to'g'risi yeb ko'rganimda limon sokini soldimmi, solmadimmi uncha farqi yo'q edi. Tovuqni qovurgunimcha kartoshkam уже tayyor bo'ldi. Tovuqqa уже hamma narsa solganim uchun faqatgina chicken stock va ozgina chili sosi sovorib, orqasidan kartoshka sovoraman. Bu bilan tamom. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.